Даже start pauza opsiyasi ham bor. Kir yuvilayotganda pauzani bosib, eshigini ochsangiz bo'ladi. Kir dabavit qilib bemalol davom ettirsangiz bo'ladi. 100 emas, 500% o'yerim bo'lib aytaman. O'zbekistonda hali hech kim shunaqa avtomatlarni bunaqa arzon narxda sotmagan. Oldingi safar shunga o'xshagan avtomatni narxini tushirganda yana $350 chiqib olgan edi. Taxmin qilib ko'ringlarchi, endi buni narxini nech pulgacha arzon qilib qo'ya olaman? Avtomat Hantaji, upravleniyasi sensorli, 6 kilo kirlarni yuvadi, stem wash opsiyasi ham bo'ladi. Oddiy motor emas, invertor motorli, tokiylarni ham, suviylarni ham tejab beradi, 14 xil programmada kir yuvib beradi. Komplektida shlankasi, dokumentlari ham chiqadi. Eshigidagi oynalari ham do'yni, tashqari va ichkaridan qilingan, rangi qop-qora matviy turibdi, razmeri bor yo'q 38 sm. Narx-navoni solishtirishingiz uchun mana modeli. Funksiyalarni qaranglar, смешанный ткани, быстрый 15, 30, stirka parim, delikatniy shirsinnoy. Yana nima kerak? Boshqa joylarda 2 barobar sakrab $350 gacha chiqib qolgan shunaqa avtomatni faqat va faqat Telegram va Instagram kanali obunachilari uchun bor yo'g'i $184 qilib beriladi.